Xo'p, bu joy Masjid-i G'amama. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bulut masjidi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga sahobalar borar ekan. Ya Rasululloh, Madinada yomg'ir yog'may qo'ydi. Allohga duo qiling, yomg'ir yog'sin deganda sahobalarni olib chiqinglar. Hamma chiqsin. Istisqo namozini o'qiymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarni olib kelar ekan, sahobalarni qarang, iymonni qarang. Soyobon ko'tarib chiqardi sahobalar. Bu joyga kelar ekan, munofiqlar so'rar ekanda, "Ey, sizlar nega soyobon ko'tarib yuribsizlar? Havoni issiqligini ko'rmayapsizlarmi?" deganda nima derkan? "Hozir biz shundoq duo qilamizki, osmondan yomg'ir yog'adi, biz suvga g'arq bo'lib ketib qolishimiz mumkin" derkan. Shu holatda tushar ekan, kelar ekan Rasululloh istisqo namozini o'qar ekan. Duo qilar ekanlar, qo'llarini osmonga ko'tarib duo qilganlarda osmonda bulut paydo bo'lar ekan. Osmonda bulut paydo bo'lib qolar ekanki, shunaqa darajada yomg'ir yog'ar ekan. Alloh taolo shunaqa yomg'ir yog'dirar ekan. Duosi sababidan shunaqa yomg'ir yog'dirar ekanki, sahobalar nima dedi? Biz suvga g'arq bo'lib ketamiz dedi. Shunaqa holatga kelib qolar ekan. Yomg'ir yog'ganlikda. Bularni iymonni qarang. Shunaqa bir duo qilyapti, hozir duo qilamiz, yomg'ir yog'adi, biz suvda qolib ketamiz deyapti. Shu uchun yog'ganda